Bas qil, jonimga tegib ketding. Har safar bir xil. Uyga kelishim bilan boshlaysan ming'ir-ming'iringni. His-tuyg'ular bor har qanday suhbatdan qochaman. Chunki men uchun bunday yaqinlashuvni ojizlik degani. Sening yoningda o'zimni ojiz his qilmaslik uchun yo jim turaman, yo asabiylashaman, yoki qo'pol gaplar aytaman. Unda sizga yana qanday gapirishim kerak? Sizga gapirgandan devorga gapirganim yaxshi. Shu paytgacha indamadim. Endi gapiryapman, chunki boshqa chiday olmayman. Men tushunmayman. Nega har safar pashshadan fil yasaysan? Nima noto'g'ri bo'lsa bir marta ayt, bas. Bunday holatda nima qilishni bilmayman. Muammo unda deb o'ylash osonroq. Agar ayblarimni tan olsam, ojiz ko'rinib qolaman. Kuchli ekanimni ko'rsatib qo'yish uchun masofa saqlayman. Bir marta aytganda siz eshitmaysiz. Keyin umuman hech narsa bo'lmagandek tutasiz o'zingizni. Sen mendan haddan tashqari ko'p narsa talab qilyapsan. Men bu narsalar bilan o'ralashib qolishni xohlamayman. Iltimos, meni tinch qo'y. Menga shunday yashash qulay. Chunki men umuman erkaklik vazifalarini, mas'uliyatni bo'ynimga olgim kelmaydi. Men ichimda yig'lab, tashqaridan hammasi yaxshidek ko'rinaymi? Men eshitishingizni xohlayman. Bu gaplarim janjal chiqarish uchun emas, birga yechim topishimiz uchun. Urush janjallar hamma oilada bo'ladi. Bolali bo'lsak, hammasi yaxshi bo'ladi. Oilamiz yana ham mustahkamlanadi. Agar tug'sa, u uyda menga qaram bo'lib qoladi. Hech qayerga keta olmaydi. Hammasi men xohlaganday bo'ladi. Hammasi men xohlaganday bo'ladi. Bu gaplaringiz meni yaxshi ko'rganingizdan emas, hech narsasiz qolishdan qo'rqyapsiz. Xudoga shukr, bizda hali bola yo'q. Aks holda men siz bilan dekret paytida jinni bo'lishim aniq. Uy mening nomimda. Siz esa bu yerni doim yomon ko'rardingiz. Mana endi qayerga xohlasangiz shu yerga ketishingiz mumkin.